yoqing. Mana video yoqildi. Mana oling, xo'pmi? Men gaplashaman. Ko'rsin, qaysi biri? Yani mana Salom. Mana o'tlaman. Qashligingiz yo'q? Hozir bu ayol kelib murojaat qildimi sizga? Nima dedingiz? Men taksi parki rahbari bo'laman, men qo'limda ishlaydi bular. Taksi parki hech olgan bilan pulimni. Yo'q, qarang, men bularga aytdimki, Denovda ham, Sharg'ontohurda ham umuman hech qanday pul yechilmagan. Agar bank qaysi bank bilan hamkorlikda ishlaysizlar, o'sha bank hisob raqamidan pul yechilgan bo'lsa, bankdan platoshka olib kelsalar, sverka qilamiz qaysi расчетный счет bo'yicha pul yechilgani bo'yicha deb. Endi Xalq banki keyin bular taksoparkda yechib olgan bo'ladi. Unda o'sha taksoparkka borasiz, o'sha yerda pul yechib olgan bo'lsa, qaysi hisob raqamiga pul yechilgan. Nalog deyaptilar. O'sha taksoparkda pul yechilgan, lekin nalogga o'tkazilgan. Ana o'sha hisobida bizga platoshka поручение deydi. Выписка olib kelsanglar, biz bilamiz qaysi hisob raqamiga pul yechilgan. Men bilmayman bular qayerdan o'tgan. Sharg'ontohurdan o'tganmi, Denovdan o'tganmi yoki bizda qancha tuman bor? U Toshkentning o'zida 12 ta tumanimiz bor. Viloyatlarda siz nima soha bo'yicha o'tdi? Men prognozdan. Xo'p, mana shunaqa nalog yechgan bo'yicha, mana nalogiga. To'g'ri. Nalog yechgan bo'yicha sizlarda bir rahbariyatmi yo u bu kim konkretniy fuqarolarga javob beradigan sizmi? Mana siz bo'lsangiz, endi meni gapirib bo'ldingiz, yo yana qo'shimcha bo'lsa ayting. Bo'ldimi? Endi meni eshiting. Yandex налоговый и haydovchi Yandex o'rtasida integratsiya bor. To'g'ri. O'zini o'zi band qilgandan keyin haydovchi bo'ldi, agar daromadi 100 milliondan o'tsa, mana eshittiring, 100 milliondan o'tsa 4% dan nalog yetishni boshlaydi. Mana hozir 1198 bilan ham gaplashdim-da, operatorlarga aytdim. Men qara dedim. Hozir даже mana shu holatda o'zi ham bor-ku, men ijtimoiy tarmoqda chiqaman, men bu narsani olib chiqaman ham, uni gapini ham olib chiqaman. Nima desiz, men unga hozir tushuntira olmayman. Mana shu haydovchiga ham meni oldimda aytibdi. Men keyin majbur bo'ldim video qilishga. Aytibdiki, ya'ni taksi parkida haydovchi kelib murojaat qilgan paytda nalogiga yechgan summaga borib nalogdan so'ragin deb turib, masalan, bizning nomeri bor, boshqa bor deyapti. Bizga tepgani uchun voleybol qilib deyapti. Biz taksi parkga tepdik deyapti. Men unga aytaman, "Oka, bitta narsani tushuning, bunaqa fuqarolarning orasida fitna qilmasdan to'liq ma'lumot berish kerak. Baraka topkur. Mana sen Yandex taksi parkidan emas, bu narsani Yandex yechgan, lekin Yandex yechish uchun asos bo'lish kerak. U asosni kim beradi desa, налоговый beradi. Kim nimadan asos eshiting? Nimadan men sizga eshitdim-ku, nimaga asoslanib beradi desa, 100 milliondan o'tgandan keyin. Tushunyapsizmi? Hozir bu yerda налоговыйga haydovchilar bu yoqqa keladi, u yoqqa boradi, telefon qiladi, hamma har qayoqani voleybol uryapti-da, tushunyapsizmi? Lekin men haydovchilarga men masalan tushuntiraman. Yanvar 1gacha sabr qilsanglar, u yog'i standart 1% dan ketadi. Hozir bu yerda bo'layotgan holati bor-ku, налоговый ham chiqib turib, налоговыйdan qanaqadir rahbar yoki tushunadigan odam chiqib turib, ijtimoiy tarmoqda bu narsani tushuncha berish kerak. Sababini men sizga aytaman. Yo'q, berilmagan. Men hozir meni eshiting oldin, keyin aytasiz. Men aytayotgan narsani tushuntirib berish kerak haydovchilarga. Mana siz bu yerda o'tirasiz, siz o'zingizni ish faoliyatingizni yaxshi tushunasiz, lekin meni ish faoliyatimni tushunmaysiz. Men tushuntirib bersam, siz tushunishingiz mumkin. Siznikini ham men hozir tushunmayman, siz menga tushuntirib bersangiz tushunishim mumkin. Mana qarang-da, yilning boshidan masalan mana shu haydovchi ishlayapti, hozir noyabr oyi. Buniki sentyabr oyida, deylik 100 millionga chiqdi. 100 milliondan o'tgandan keyin 4% dan nalog yechish kerak. 4% dan nalog yechish uchun nalog Yandexga xat qilib chiqadi. Mana buniki 100 milliondan o'tdi, 4% dan yechib berasan deb. Ana endi Yandex u narsani haydovchi bilan integratsiya qilish uchun qancha vaqt ketadi? Yo'q, to'xtang, savol. 15 kun, 20 kun ketadi. Oddiy misol, o'zingizlarning oldingizga bitta ariza bilan murojaat qilib kelsa, 15 kun ish kuni, 10 kun ish kuni, bir hafta ish kuni deyiladi, to'g'rimi? Ularda ham xuddi shu narsa bor. Lekin haydovchi o'sha muddatda ishni to'xtatayotgani yo'q-da, dalcha ishlab kelyapti. Tushunyapsizmi? 100 milliondan o'tdi, ishlab kelyapti. Sentyabrda 100 milliondan o'tgan bo'lsa, oktyabr oxiriga integratsiya tashkillashtirildi. Haydovchidan har bitta buyurtmasidan bir 4% dan yetishni boshladi. Tushundingizmi?
Ana endi sizlarni hisobotda bu yerda hisobotda ko'taryapti-da, aytyapti, falonchiyevani deyapti. Mana bu oyga qarzi bor ekan deyapti. Chunki o'sha integratsiya bo'lgan miqdorgacha bu ishlab qo'ygan. O'shani yechib bergin deb налоговый Yandexga xat qilib chiqyapti, taksi parkka emas, Yandexga. Qarab turing. Yandex keyin voditeldan yechib beryaptimi? Masalan, bu odamda hozir deylik shotida 150 ming so'm puli bor. Lekin налоговыйdan shot chiqyapti 500 ming qarzdorlikda. Yandexga beryapti, Yandex majbur yechib berish kerak. Men taksi parkman. Buni shotida 150 ming so'm pul bor-da, lekin bu hozirgi vaqtda 350 ming qarz bo'lyapti. Qolgan 350 mingni mendan olyapti. Tushundingizmi? Qarab turing. Hozir bu chiqib boshqa taksi parkda ishlaydigan bo'lsa, noldan boshqatdan boshlab oladi, qarzi bo'lmaydi. Qarz meni bo'ynimda qoladi. Mana shu narsani o'sha odam chiqib turib tushuntirib berish kerak. Undan bunga san anunga bor, bunga bor qilish kerak emas. Ochiq oydin hamma ko'rsatib berish kerak. Mana bu sababga ko'ra yechilyapti. Bilmayaptilar faoliyatlari qattaligini. Men aytdimmi sizga? Bular qilib Hozir meni gapim to'g'rimi yo noto'g'rimi? Okay, siz o'zingiz tarafdan yo'q, mana bular ham endi mana siz men deganingiz uchun siz bilan gaplashdim, o'zim boshqa odam chaqirardim. O'zida sal sekinroq davlat tashkilotiga keldingiz, siz o'zingizni tarafingizdan gapiryapsiz. Men aytmayman, bular даже hozir qaysi qayerda faoliyatlarini yuritayotganlarini ham даже bilmayapti. Misol uchun, agar 4% dan oshib ketsalar, 100 milliondan oshib ketdi, biza integratsiya deyapsiz-da. 100 milliondan oshib ketdi, bankdan bizaga vyipska keladi, xabarnoma keladi. Mana shu fuqaroni bank oboroti 100 milliondan oshdi. Lekin bular agar biz qachonki yechib olamiz, biz shaxsiy hisob varaqasida qarzdorlik mavjud bo'lgandan keyin biz kartoteka qo'yib, pullarni bank hisob raqamlaridan yechib olamiz. Bular 4%lari qachon qarz bo'ladi? Qachonki bular shaxs o'zlari kelib kabinetdan mamlakat aniqi bilan, ключ bilan отчет topshirganlaridan keyin, bular отчет topshirishlari uchun o'sha siz aytayotgan integratsiya. Mana bizga bankdan keladi, mana shu fuqaro 100 milliondan oshib ketdidir, lekin bu fuqaro отчет topshirmagan bo'ladi, soliq inspektoriga spiska bo'yicha beriladi. Escrow topshirig'i bilan spiska beriladi. Keyin soliq xodimi fuqaroga telefon qiladi. Mana shu palonchi falon vaqtda siz aniqadan o'tibsiz. U 100 milliondan o'tibsiz. O'zingiz bandlik bilan taksi faoliyatini olib boryapti ekansiz. Ana undan keyin o'sha fuqaro orqali fuqaro bilan birga hamkorlikda, agar fuqaroni o'zi topshira olsa отчетni, fuqaroni o'zi topshiradi. Agar fuqaro topshira olmaydigan bo'lsa, soliq xodimi bularga maslahat beradi. Sen mana qilsang, shunaqa qilsang, anaqa qilinadi. Berkin kelsang ключing bilan soliq servisi bor, pulli xizmat, stol uslubga o'xshagan narsa. Ular отчет topshirib beradi. Ana undan keyin topshirgan solig'iga qarab turib, отчетiga qarab turib, soliq stavkasi chiqadi. Ana undan keyin недоимка hosil bo'ladimi, qarzdorlik hosil bo'ladimi? Undan keyin ham agar to'lamasalar, bular o'zlari sizlar bilan faoliyat yuritishdan oldin bank hisob raqamidan ochgan bo'ladi. Sizlardan kelib tushayotgan pul, любой tadbirkordan kelayotgan pul bizga ko'rinmaydi. Bilan o'zlarining shaxsiy hisob varaqalariga qo'yishadi. Ana undan keyin soliqdan qarzdorlik bo'lsa, bizda bank hisob raqamlaridan pullarini yechib olamiz. Ana o'sha yechilgan bo'lsa, men bular olib keldilar pasportlarini, ko'rdim, faoliyati bizda emas. Deno turibdi, tapskalar Deno emas. Keyin bularga aytdim keyin, qaysi bank bilan hamkordasiz? Agar bankingizdanmi yoki aniqidanmi olib kelsangiz, men sizni yechilgan pulingizni topib bera olaman. Lekin undan tashqarisiga hech qanaqasiga meni vakolatimga to'g'ri keladigan ish emas. Butun respublika bo'yicha men pullarni topib bera olaman. Lekin menga hech qanaqa основание bermayaptilar. Bitta SMS-da oborot uchun yechilgan edi. Xo'p, oborot uchun bo'ladigan bo'lsa, qaysi hisob raqamiga, qaysi chisloda yechilganini ko'rishimiz kerakmi? Biz hech narsa qo'limizda yo'q, lekin qanaqa qilib pullarni topib beramiz? Yo'q, mana qarang, siz aytayotgan narsa ключ boshqa degani, bular haydovchilar, чтобы haydovchi bo'lish uchun mana oddiy misol, hozir litsenziya olish kerak bo'lsa, litsenziya ololmaydi, o'zingni o'zi band qilgan deydi. Band qilgan deydi. Bandligi bor. Bandligi bo'lgandan keyin avtomatik litsenziya ham boshqa narsa ham bo'lib turib, 100 milliondan o'tganini masalan bu ham hisob kitob qilmaydi. Menda ham u hisob kitob yo'q.
Lekin уже через налоговый Yandex integratsiyasi bilan 4% olishni boshlaydi har bitta buyurtmadan. Yo'q, qarang, налоговый olmaydi uni. Aytib turaman, bular отчет topshirmasalar, налоговый o'zidan o'zi olmaydi 4%lik. Bular отчет topshiradi. Shaxs o'zi отчет topshiradi. Kimdir sizga telefon qilganmi? Shunaqa sani oboroting 100 milliondan oshib ketibdi. Sen отчет topshirgin deganmi? O'z-o'zidan yechyapti bir oydan beri. Nalog yozilgan faqat. Mana qarang. Mana masalan 150 ming topgan pulda. Hop. Mana men bundoq kirib bu masalan buyurtmalarning soni-da bu. Mana shu любой bitta buyurtmaga kiradigan bo'lsangiz, mana bundoq ko'tarsangiz, avtoplatyoj mana. Удержание налог с оборота deb chiqadi. Налог с оборота demak qayerdadir отчет topshirilgan bularniki. Yo'q, bizda mana aytaymanku o'sha integratsiyada налоговый Yandex integratsiyasida mana o'zini o'zi band qilmaguncha ish qila olmaydi. O'zini o'zi band qilganda avtomatik bazada chiqadi. O'shani hisobiga mana har bitta buyurtmadan oladi, tushunyapsizmi? Mana налог degani bu. Qani o'zingiz bandligingizni bering menga. Qog'ozi bormi? Sertifikat beradi. Anaqasi onlayn o'tgan. Soliqda chiqqan anaqa maygovis qani? Soliqda emas, maygoda chiqadi. Soliqda ham chiqadi. Buni ochib bering. Ha? O'shada joy qattaligini bilmayaptilar-da. Shu bilmaganlarimiz. Обновление var. Bu bitta bunda emas, u. Bu bitta bo'ladi emas. Bu даже manda ham bor. Ha? Bu даже manda ham bor. Hammada bor. Uni yechib oladi. Lekin aytolmas, o'zimizdan o'zimiz yechib olmaymiz. Qarzdorlik bo'lmasa yechib olmaydi. Telefoningizda pulmi yo'q-ku? SMS ishlayapti. Emas. Nazarbek, bitta PNFL aytaman, bilan faoliyatlar qayerda? Anaqa sertifikatlarni ko'rib bera olasizmi? Pasportingiz berib turing. Antlik. Pasportingiz. Maygovis ham. Pasport mashinaga tashlab. Maygovizda chiqadi-yu pasportingiz. PNFLingiz bering, o'sha aniqdan. Toyirga telefon qiling, men bazadan qarab beraman PNFL. Ha, bo'ldi, men buyuk kelajak anaqa sevasiz. Nazarbek yozing. 419 Eng qiziq narsa, men bu masala bo'yicha shaxsan o'zim borganman soliq qo'mitasiga. U yerda ham xuddi mana shunaqani bo'lar, bo'lmas narsalarni gapirib tashlaydi. Ha, hozir siz men gapirayotgan gapimni ular bo'lmasdingiz. U odam aytayaptiki, mana hozir bunga naryoqda bitta bola ham odam aytib turib ketib qolgan. Meni o'zimga aytayaptiki, o'sha yerda sandan deyapti, taksoparkga yechib olgan deyapti. Keyin oxiri men aytdim, vizitkalarimni ko'rsatdim-da. Men o'zim taksoparkman. O'zimdan o'zim yechdim men. Unda bilmadim. Keyin men talab qilib, qonuniy qilib hammasini so'raganimdan keyin kimgadir telefon qildi, ichkarida u telefon qildi, men aytdim, shablon qilib chiqarib bering. Men umumiy yildan hozirgi paytgacha oborotimni degandan keyin chiqarib beraman. Просто bu narsani men tushunyapman, lekin Aytavering Nazarbek. 419 119 218 3 0 35. 3 0 35. Faoliyati qayerda? bandligini so'rayapsizmi ulardan? Shu Surxondaryo viloyati turibdi. Ha, shunaqa. Lekin Faoliyat turini so'rasangiz taksi. lekin qarang, faoliyat turi taksi, no o'sha faoliyat turi ani tegidagi joyi qanaqa viloyat bo'lib turibdimi? Viloyat, ha? Denovda ham pul yechilmagan. Nima deydi? Moliyasini oching. Ana o'shab turibman. Denovda qat'iy qilib ochgansiz. Skachat qilib oling.
buyurtmalarni yetkazish va yo'lovchilarni tashishga band qilingan. Bular O'zbekiston ko'chasi 163-uy. Qayerda u? Sizlarga tegishli. 2018 dan 2021-yilgacha Denoda YTT bo'lib ishlaganlar. Lekin anaqalarga o'tmaganlar. Ertadan pul yechilmagan. Yo'q, bandlik Sizlarni bilan biz taksi bilishimiz sohasiga kerak yaqinda birinchi. bo'lganda. Qarang. Biza pul yechilsa, aytolmayman pul yechilsa, men o'zim pul yechib ololmayman. Denov ham yechmagan, Shoxontohur ham yechmagan. Shoxontohurda даже лицевойlar yo'q. Hattoki лицевойlar yo'q-da. Men hozir sizga ko'rsatdim-ku, удержание с оборота налога. С оборота налога deb aytdilar. Shuni удержание qilyapti. Nalogami yo'q havogami? Naloggadir-da endi. Hozir faoliyatlarini bilmayapsiz, u qayerdaligini yo'q. Taksi sohasida faoliyat. Taksi sohasida bo'ladigan bo'lsa, faoliyatni qattiq belgilab ochyaptilar. Mana men misol uchun agar Shoxontohur tumanida yashayman, lekin meni magazinim boshqa tumanda bo'ladigan bo'lsa, Olmazor tumani deylik. Olmazor tumani soliq to'lovchisi hisoblanadi. Lekin bular aniq samozanятность qildirganlar Denoda, lekin aniq qatdan faoliyatni olyaptilar litsenziyani. Litsenziyani Toshkent shahardan olgan. Toshkent shahar qaysi tuman? Qachon tuman departamentdan olingan, onlayn olinadi, Marigodan. Xo'p, o'shani qatdanligini bilishimiz kerak. Mana Shoxontohurda ham aniqlar bor, taksi parklar bor, taksi aniqladiganlar bor, taksistlarimiz bor. Bizada o'tishadi. Mana kelib bizani soliq to'lovchisi hisoblanadi. Bular bilmayaptilar qaysi tumanligini. Biza usiz mana men Denovni ham tekshirib berdim. Puliz yechilmagan. Anaqani ham Manikini tekshirib beringmi? Berdiyev Akmal Xalilboy. Yo'q, pasport bering. Anaqasini PNF yo'q. Bering. обязательно PNFL kerak. Albatta. Hozir o'chib turishga majbur bo'laman. Men o'zim ham haydovchilar bilan qo'shilib ishlayman. Menda ham o'tgan 100 million. Siz faoliyatingiz aniqida turibdi. Yashnobodda. Lekin sizdan ham pul yechilmagan, uni qachon topshirmagansiz. Pulingizni 161 qilib faqat samozanятность qilib qo'ygansiz. 2024-yilda ham bo'lmagan, 2023-yilda 330 ming to'lagansiz. Tak налог оборота to'ladingizmi siz? Topshirdingizmi? Отчет topshirganmisiz? Yo'q, hali topshirmagansiz. Lekin sizdan ham pul yechib olmayapti. Men nima topshirishim kerak o'zi? Yechib oladi, nima yechib olmaydi? Qarang. Har bitta buyurtmadan yechib oladi. Hozir mana ikkalamiz chiqamiz. Mana shunday yoqaman qiladigan mashinada siz klient bo'lib o'tirasiz, zakaz qilib. Sizni tushiraman, bo'ldi 4% nalogga yechib oladi. O'sha siz masalan 100 ming so'm to'lasangiz, o'sha 100 ming so'mdan 4 ming so'm nalogga yechib oladi. O'shani sizlar nega ana shu paytgacha ahamiyat bermagansiz? Mana yechayotgan bo'lsa, sizni bank hisob raqamingizdan yechyapti, to'g'rimi? Bank hisob raqami emas. Plastigingizdan yechyaptimi? Xo'p, o'shandan yechyapti. Qaysi hisob raqamga yechyapti? O'shani bilishimiz kerak-ku. Lekin Yashnobodda ham yo'q, mana o'sha Yashnobodda yechib olmagan. Men butun shaharni ko'rib berishim uchun siz menga platoshka berishingiz kerak. Qaysi hisob raqamga pul yechayotganini men bilishim kerak. Men bank hisob raqamlarini bilmasam, 1000 tadan oshiq bank hisob raqamingiz bor. Xo'p, shunda hozir siz aytmoqchisizki, bu 4% yechilayotgan nalogga hali tagiga yetish kerak, deyapsizmi? Ha, tagiga yetishimiz uchun mana misol uchun mana men plastikdan pul yechayotgan bo'lsam, qaysidir plastikka pul o'tkazayotgan bo'laman. Plastik nomeri kerak. Mana men qo'mitaga borib razbor qilgan paytimda, ha, действительно, nalog yechyapti sizdan. Qaysi hisob nalogga o'tyapti o'sha. Hop, qaysi nalogga o'tyapti? Yo'q, o'zi Qayerdagi nalogga o'tyapti? Mana hozir siz berayotgan savol bor-ku. Masalan, kimga qanaqaligini bilmayman, menga ham qiziq, shuncha voditeldan 4% dan yechib, qayerga ketyapti u pulni?
Kim cho'ntagiga ketyapti? Kim cho'ntagiga emas, nalogga davlatga ketadi. Menga ham qiziqdi, mana o'zingiz savolingizga o'zingiz javob berdingiz. Davlatga ketadi deyapsiz. Xo'p, o'sha Davlatni hisob raqamini qayerdan olib beraman men? mana qarang. YTT tadbirkorlar pulini yechayotganda YTT bilan o'zini o'zi band qilish Xo'p, boshqa narsa. xo'p. Rosa chalg'itarkansiz odamni borib, YTT ham, anaqa ham tadbir taksist ham bank hisob raqami ochadi. Ochmaydi. Ochadi. Ochmaydi. Ha, bo'pti unda bilmayman. Nimagaligini aytaymi? Mana sizga hozir qarang. Hozir menda YTT bo'lsa, yo'q, to'xtang. Men o'zim tarafimdan gapiryapman. Men o'zim bilganimni, menga o'qitilganini, menga tushuntirilganini, men shuncha paytdan beri 5,5 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, agar 5,5 birinchi kun yildan gaplashmayman men bilan. Yo'q, o'sha 5,5 yildan beri gapirayotgan Mana shu o'zini o'zi band qilishni ham siz qilib bergansiz. Bo'ldi, tim bo'ldi. Xo'p. Mana qarang, sizga savol beraman men. Hop. Hozir meni YTT ochamiz menga. Hop. Keyin men taksi sohasida ishlamoqchi bo'laman. Hop. Lekin men ishlamayman. Ishlamaysiz chunki YTTlik qilib, siz litsenziya oldingiz, litsenziya YTT bo'lsa olganingizda bermaydi litsenziya. Hop, mana qarang, YTT oldik. Voy, rasada. Samazanitni qildingiz, lekin samazanitni qilganingizda ham borasiz, litsenziya olayotganingizda ham bank hisob raqam ochtiradi hozir. Ochasizlar-ku. Sizlarga qanaqadir joyga pul tushish kerak-ku. Yo'q, mana bunaqa narsa qarang. Hozir siz mana litsenziya olish uchun hisob raqamni ochtirasiz deyapsiz, to'g'rimi? Litsenziya olish tartibini sizga tushuntiraman hozir. Hop. Haydovchi keladi. Haydovchining o'zini MyGov bor. Hop. MyGov orqali registratsiya qiladi. Mashinasini tex pasportini kiritadi. Mashina texosmotor bo'lmagan bo'lsa litsenziya bermaydi. Texosmotor bo'lgan bo'lsa litsenziya deydi, invoice to'lov chiqadi. Hop. Ana o'sha invoice to'lovga shunday pulni to'laydi. 15 minutdan keyin PDF variantda mana masalan skachat qilib olishing mumkin deb MyGovni o'ziga litsenziya chiqib turibdi. Bo'ldi, litsenziyani qo'ydik. Litsenziya bu sizlarning yo'nalishingiz. Bu yerda qanaqa hisob raqam? Sizlarning yo'nalishingiz, lekin sizlarga pul qayerga tushadi? Qaysi pul? Yandexdan ishlayaptilar. Yandexga pul to'lanadi. Bularga pul tushadimi? Yandexning balansida turadi. Ana o'sha balans bularga tegishlimi? Tegishli joyi ko'rsatiladimi? Har bitta mana sizni o'zingizning platformangiz bor. Demak, o'sha yerda siz mana palonchi mana kashilok xuddi shunaqa. Kashilok turibdi-da. Kashilogingizga pul yig'ilyapti. Lekin o'sha pulingiz kashilogingizdan pulingiz yechilyapti. Lekin o'sha pulni topish uchun biz bilishimiz kerak, qaysi plastik kartaga ketyapti yoki qayerga ketyapti. Nalogga qaysi turiga ketyapti. Tushundim sizni. Mana bundoq qilganda mana bu ishlab topgan puli voditilda masalan. Ishlab topgan puli bo'lsa, mana bu yerda o'sha siz masalan taksi chaqirib turib kartadan oplata qilib olsangiz, o'sha karta oplati mana bu yoqqa yig'iladi. O'zini kashilogiga yig'iladi. Mana shu kashilokda yig'iladi. Mana shu yerda masalan mana 1 million bo'ldi deylik. Shuni voditel yechib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bot orqali yechib oladi. Hop. Botga o'zini plastik kartasini kiritgan. Qani botingizni kirib bering, qayerda turibdi botingiz? Telegramda. Mana bu bizni integratsiya qilib qo'ygan bot bu, voditeldagi. Mana bu pul boti. Mana shunga voditel mana danilari turibdi. Yo'q, bu menga qarang, hozir sizni pulni ko'rsatib beraman, pulni deyapsiz. Mana yerga kartasi ulangan, mana shu yerga summa chiqadi, summani yozsa bo'ldi. Voditelni plastik kartasiga mana shu kashilokdan tashab beriladi. Xo'p, bo'ldi. Tashab beriladi. Endi lekin kashilokdan pul yechildi. Kashilokdan taksopark foizi yechiladi. Har bitta zakazdan kashilokdan emas, har bitta buyurtmadan. Hop. Yandexni o'zini foizi bor, и 4% удержание налог bor. Ana o'sha kashilokdan yechildi. Nalog yechildi. Qaysi hisob raqamiga yechildi? Uni bizga ko'rsatib bermayapsizlar-ku. Yo'q, mendan chiqmaydi-ku. U bularning kashiloklari. Tushunmayapsizlar. Mana bunaqa qilib chiqib kelyapti. Men misol uchun mana mendan plastigimdan pul yechilsa, men bankka boraman deb mendan pul yechib olinyapti. Qaysi kreditim bo'yicha yechib olinyapti desam, bank menga mana bu plastik bo'yicha bunda vyipska chiqarib beradi, to'g'rimi? Mana mana bu pullarda, mana shuncha summadan mana bu hisob raqamiga pul yechildi deb. Menga o'sha narsa kerak. Shunaqa ishlatdimi? Boshqachasiga men sizni pulingizni topib bera olmayman. Buni hozir menda ko'rinmaydi chunki. Tushundim. Bu masala bo'yicha hozir kimga mana voditel masalan voditel yoki men murojaat qilishim kerak?
Hozir soliq qo'mitasiga borsangiz ham, soliq qo'mitasi ham vipska so'raydi-da. Soliq qo'mitasi menga boshqa narsa chiqarib berdi. Ha, nima Men chiqadi? aytdim, mana shunaqa mendan ushadi desam, saniki 120 milliondan o'tdi dedi. Bo'ldi, ko'rsatib ber 120 millionni. Ko'rsatib ber. Men o'tmaganini bilyapman. Uni bizga band beradi. Alo. Menga chiqarib berdi Qosimbek, qog'ozni. 2 minutga zalga chiqib keta olasizmi? Samazanetnisdan налог с оборота yechilyapti. Lekin qaysi hisob raqamiga yechilyapti desam, Shoxon Tohir emas faoliyati, aniq emas, Denodan ekan, praktikalar Denodan emas, lekin pul yechilyapti. Ahol qaysi hisob raqamiga yechilyapti desam, sizlar yechib olasiz. Налог с оборота deb beryapti-da, налог с оборота. Klip bo'lsa yaxshiroq. Klipni qo'ying, faqat misol beradi. Firma Omida deyapti-da, firma Omida uni. Endi tushundinglarmi? Kim Xalq oladi? mani yeyapti, xalq. Pul Qaysi hech firma? kim bilmaydi qayerga ketayotganini. Yo'q, mana hozir ko'pchiligi aytilyapti-ki, işte taksopark Ha, yechib oldi. firma orqali Mana shunaqada taksapa, mana bitta turgan anaqa ham shunaqa dedi. Endi ishondingizmi? Endi ubeditsiya qildingizmi? Shu gapingiz uchun men keldim. Bo'ldi, tushundim. Kozmaga ko'p narsani biladilar. Qarang. Firma qaysi firmada Yandex? Yandex firmasi mana bular. Yandex bilan do'g'ri tuzishgan. Taksoparklarda litsenziya olib, firma orqali firma налог с оборотаga отчет topshiradi. Yuridik shaxs bo'ladi. Lekin jismoniy shaxs оборотаdan mana qilayotgan annoqasidan 4% firmani litsenziyaga borib tushadi. Qaysi Biz firma? firmani mana endi firmani bilishimiz kerak. Qaysi firma bilan do'g'ri tuzilgan. Siz ishlayapsiz taksopark bo'lib ishlayapsiz. O'sha taksoparkka firmasi bor-ku. Men taksopark rahbariman. Ha, bo'ldi, Mana mana shu bering. odam ishlaydigan rahbariman. Ana bering menga ishingizni. Taksoparkda ininiz. Taksopark ininiz. Taksopark ininiz. Taksoparkdan yuridik shaxs hisoblanadi. O'sha yuridik shaxs 100 milliondan oshib anaqa NDS AOS bo'ladi-ku. O'sha AOSga topshirayotgan отчет orqali bularni ham kiritar ekan shunday jismoniy shaxs. Elektron ilovangizni mana haydovchiniki, mana haydovchini ilovasi. Robiyan chaqirasiz. Robiyan chaqirasiz. Mana har bitta buyurtmadan bu Yandex o'zini komissiyasini oladi. И плюс mana bu mana удержание налог с оборота bor. Kimning programmasi bu? Haydovchiniki. Kimning programmasi? Soliqkimi? Yandex programma. Bo'lib, biz qayerdan bilamiz shunaqa programma? Xo'p, Yandex shuni yechib soliqqa beryaptimi? Kim orqali beryapti? Nima kim orqali? Kim Programma orqali beryapti. Bu programma, sizlarning programma-ku. Yandex programmasi. Ha, bizaniki emas-ku, Shayxon Tohirniki emas-ku. Xo'p, shuni voditellarga aytishyaptiki, biz yechmayapmiz buni deyapti. Kim yechyapti? Nima deganingiz kim? Kim yechyapti unda? Biz yechmayotgan bo'lsa, yotgan bo'lsa mana soliqchilar biz yechmayapmiz deyotgan. Taksopark o'zi yechyapti, bizning aloqamiz yo'q deyapti. Haydovchi. Chiqmadinglarmi undan fermerlar bo'yicha anaqa soliq qo'mitasiga call centerga qilma shunaqa narsa bo'lyapti. Soliq qo'mitasiga men shaxsan o'zim borib gaplashganman. Hop. Nima bo'ldi? Menga masalan menga ko'rsatib beryapti, mana 120 million оборот bo'pti deyapti. Sani 120 million оборот bo'lgan bo'lsa deyapti, aytayaptiki, sentabr oyida 100 million bo'lgan bo'lsa deyapti. O'sha sandan 4% dan yechish kerak. Biza deyapti, Yandexga xat qilib chiqamiz. Yandex keyin bizga har bitta buyurtmadan 4% dan yechib beradi deyapti. Lekin sen 100 millionga chiqqaningda deyapti, biz Yandexga xat qilib chiqqanimizda momentalniy senga integratsiya qilib bermaydi, sandan yechish uchun deyapti. Hammasini qonuniy qiladi deyapti. Qonuniy qilishi uchun 15 kun, 20 kun, 1 oy vaqt ketadi deyapti. U mobilida shu dollar mobilida sen ishlab kelyapsanmi, dalcha deyapti. Yo to'xtatib qo'ydingmi deyapti. Yo men ishlab kelyapman deyapti. Ana o'sha ishlab kelyapsanda men yoqqa kelganda integratsiya tashkillashtirildi deyapti. Har bitta mana buyurtmadan 4% dan olishni boshlayapti. Har bitta buyurtmadan. Oy tugagandan keyin keyingi oy bo'lyaptimi? Налоговыйning отчетida ko'rilyapti. Mana bu fuqaroniki menimcha bo'lgan обороты, masalan 120 million bo'lgan, 100 million olib tashlaydigan bo'lsa 20 million, 800 ming yechish kerak. Bundan 650 ming yechilibdi. Demak 150 ming qarzdorligi bor. Men bu mobilida ishlaganiga. Chunki 100 milliondan o'tganda
Bu yerda integratsiya bo'lib yetishni boshlaguncha men bu oy orasida ishlab qo'ydik, shuncha kunning ichida. Uni yechish kerak. Mana shu qarzdorlik bor deb turib Yandexsga xat qilib chiqqandan keyin Yandex balansidan yechib beryapti. Tushundingizmi? Hop. Mana shunaqa qilib hisoblab beryapti. Lekin mana shu narsani fuqarolarga tushuntirib berish kerak-ku o'shada. Kim tushuntirib berishi kerak? Mana hozir kim tushuntirib berdi sizga shuni? Soliqdan tushuntirib berdi. Qo'mitada. Ha. Bu yo'lda bo'ladi do'st tushuntirib berishga sizga. Men bu yoqqa kelganim sababi siz bilan kim gaplashtirmanda, mana shu men o'tirgan joyimda bu odam telefon qilyapti. Men hozir Shahantohor налоговыйga keldim deyapti. Bu telefonim o'zi portlab yotibdi. Kim qaysi налоговыйga bormasa, u taksi parkingga bor, taksi parkingga bor, 1198 ga telefon qilsa, taksi parkingga bor, u yechgan debdi. Keyin o'sha jahlim chiqib ketdi, men aytdim, o'sha yerda tur dedim. O'sha odam ham oldingda tursin dedim. Men hozir boraman. Yo'q, hop. Siz bilib turibsiz-ku, qo'mita bilan gaplashayotganingizni tumanga nima jo'natasizlar? Telefon qilayotgan ekanlar. Men sizni jo'natdimmi? O'zim keldim. Ha bo'ldi, mana tushuntiring, bilib turibsiz-ku, siz qo'mita bilan hal qilganingizni. O'sha yoqqa jo'nating endi bularni. Endi